Assalomu alaykum, hurmatli mashina bozor obunachilar, hurmatli g'ildirakdoshlar. Qaranglar, bu yerda Sputnikdan Daynato yo'qona tarafdan kelsangizda, Hokim ko'chadan o'tib, chet tarafga aylanasizlar. Bu yerdan Gullan yo'l tarafdan kelib, chet tarafga aylanib, Sputnikka chet tarafdan kelsangizlar, shu yerda avtoservisimiz bor. Bu avtoservisimiz eng qiziqlisi gulishiter ta'minlash, katalizator, sport gulishiter, kontachniy svarka va konditsioner, zapravka, remont gulishiter. Hamma xizmatlarimiz shu yerda mavjud. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa, bemalol pastda profilini qoldiraman, telefon raqamini qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib bog'lansangiz bo'ladi. Gulishida xizmatlarimiz, konditsioner xizmatlarimiz hammasi kafolat beradigan ustamiz konkret Jamshidamiz yonidan keldik obunachilar. Bemalol bir like bosib, shu videoni do'stlarga yo'l qo'ying. Gulishiterchi zo'ttiraman deb bilgan, konditsioner zo'ttiraman deb bilgan obunachilarimiz uchun shuni tavsiya qilib qolaman. Mashina bozor bilasa, faqatgina sizlarga yaxshisini tavsiya qiladi. Qaranglar. Jamshid, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat og'a, rahmat. Shu yozishimda avtomobil konditsioner muammosi zapravka qilishda ruchnoy emas, как положено apparatlar bilan sifatli xizmat ko'rsatiladi. Как положено yog'lar o'zini bu narsa konditsioner zapravka qilish jarayonida не только zapravka emas, freon emas, yog'larni ham sifatlarini solib zapravka qilish kerak-da bu narsani. Uzoq muddat sifatli xizmat ko'rsatish uchun. Bundan tashqari bizda avtomobillarda ko'p uchuydigan katalizator muammolari bor. Bu katalizatorlar ko'rsangiz mumkin, shunday erik qoladi ichida. Bu ekologiya uchun qo'yilgan filtri bu mashinani. Bu narsa erik qolgandan keyin mashinani yurmay qizib, klapin ko'ydirishlarga sabab bo'ladi-da. Bu narsa problemasini shunday plangastira taxlab yechib beramiz bu narsaning problemasini. Shunda plangastira taxlab beramiz. Bundan tashqari bizda gulishti temasi bo'yicha любой mashina gulishtilarimiz o'zimizdan bor. Основной jam mashinalarini qolgan topilmaydigan gulishtilar bo'lsa, topib, dim topilmaydiganlar bo'lsa o'zimiz yasab ustunovga yetib beramiz. Gulishti temasi bo'yicha, konditsioner temasi bo'yicha mashinalarning любой muammosini yechib beramiz xohlasa. Xo'p, rahmat Jamshid aka. Endi bu konditsionerni zo'tgandan keyin, boshqa qilgandan keyin bir kafolati boshqasini xizmat ko'rsatishdan javob berasizmi bu konditsionerni? Qilgan ishlarimizdan hammasini kafolat berib, javob berib ishlaymiz. Sifatini 100% javob beramiz. Xo'p, rahmat. Bu faqat GM mashinalar uchunmi yo har xil? Bu mashinalar uchun bu original bizda ko'p yerlarda ishlatiladi. Masalan, bu narsalarni bu kitayskiy apparat emas, bu чистый original sifatli xizmat ko'rsatish uchun konkret diagnozlarni ham qilib, mashina konditsioner sistemasida kamchiliklari bo'lsa, ta'minlash jarayonida diagnoz etib aniqlab olsak bo'ladi. Juda yaxshi. Bu faqatgina ikkita shlangan tiqqan holatda o'zi nov kamchiligi bo'lsa, konditsioner tomonlama o'zi qilib beradi avtomatik, to'g'rimi og'a? Bu narsamiz talab kuchli narsa, bu novda aytiladi bu. Massasini buni solish обязательно kerak. Nechunda endi konditsioner ishlatganda kompressor harakatlanadi. Mashina konditsioner sistemasida kompressor buni ichi чистый motorning po'shlari harakatlanadi-da. Shu narsa suvoy qolib ketmaslik uchun как положено massasi bo'lishi kerak. Freonlarimizni prostoydan ishlatamiz. Hammasini sifatli vaziyatda ishlatamiz. Rahmat. Proverkalar ham hammasi обязательно proverka uchun ham davleniya bosimlarni tekshirish uchun как положено apparatlarni o'zimiz tayyorlab qo'yamiz bu narsalarni. Rahmat, joni sog' bo'lsin. Obunachilar, mashina bozor obunachilar, yana ko'rdingizlar, sharoitini, boshqasini, kafolatini, javobini, sifatini shu bo'yicha kelaman desangiz, Sputnik Gullan yo'ldan kelsa chet taraf aylansa, Daynato yo'qona tarafdan kelsangizda, Hokim ko'chadan o'tgandan keyin chet tarafda uglovoyda joylashgan pastda Instagram profilini qoldiraman, bemalol podpisatsiya bosib qo'ysangiz, yangiliklardan xabardor bo'lib turasiz. Jallan sog' bo'lsin, salomat bo'ling, kuzatib borishda davom etinglar. Mashina bozor sizlar bilan birgalikda, xudo xolasa, Gulishiter pastda profilini qoldiraman, girib podpisatsiya bosib qo'ysangiz, o'zingizga foydali narsalarni, kontentlarni ko'rib borishga harakat qilasizlar. Salomat bo'lasizlar.